Qaranglar, Toshkent shahri shunaqangi o'zgarib ketganki, baland binolar, mashinalar ko'pligini hozir ko'rdinglar-a. Oldin biz ot aravada yurganmiz. Hozir esa yoshlarimizga mazza xohlagan inomarkalarni minishadi. Do'stlar, sizlarga lokatsiyani ko'rdinglar-a? Yashnobod Uzbumda joylashgan skverga 5 minutlik yo'l. Juda ham zo'r lokatsiyadagi xonadonimizni obzoriga kelganmiz. Do'stlar, 95 kvadratdan iborat. Demak, obzorni boshladik. Bu yoq bizning kiraverish qismimiz bo'ladi. Kiraverishimizda bizning mana oynali zonalarimiz joylashgan, hurmatli obunachilar. Xo'p, kirganimizda o'ng tarafimizda bizni spalni uyimizni, spalni qismi joylashgan. Ko'rishingiz mumkin. Barcha nima xohlasanglar spalnida hammasi bor, hurmatli obunachilar. Ayollarimiz uchun oynali zonalarimiz, kartinkalarimiz va juda ham chiroyli biralarimiz va suvenirlarimiz ham joylashgan, hurmatli obunachilar. To'rxona aytib o'tganimizdek, ko'pchilik hozirgi kunda talab to'rxonaga juda ham ko'p, shuning uchun bu uyimizni olishda shoshilib qolinglar, hurmatli obunachilar. Bu oshxona qismimiz studiya formatida qilingan, mana mebellar bilan jihozlangan. Bu yoqqa esa mana o'tiradigan stol stullari, oshxonamizda choy ichib o'tiradigan stol stullar qilingan va oshxona qismimiz bu yoqda joylashgan, hurmatli obunachilar. Texnikalarimiz esa Hoffman texnikalari o'rnatilgan, hali deningimiz uchun joy tashlab ketilgan va uyni egalari bizga va'da berishdi, ya'ni shu yerdan bemalol bitta oyna qilib sizlar to'sib beriladi. Ovqat hidi hech qanaqa bu yoqqa chiqmaydi. Yana bitta ikkita eshikka va'da berishdi. Bu yoqda ham yopib beradigan bo'lishdi, hurmatli obunachilar. Koridorlarimizni ham qarang, juda ham zo'r qilingan va bu yoqda detskiy xonamiz joylashgan, ikkita divanimiz o'rnatilgan. Ko'rishingiz mumkin va farzandlarimizga interesli bo'lish uchun mana barcha suvenirlar ham o'rnatilgan va bu xonamiz gluxoy bo'lmasligi uchun oynalari ham bor, hurmatli obunachilar, ko'rishingiz mumkin. Xo'p, endi kelinglar. Kattalar spalnisiga kiramiz. Kattalar spalnimizni ham qarang, shundoq kirib yashagingiz keladi bu xonadonlarda maza qilib. Spalnimizda barcha sharoitlarimiz bor va biralarimiz narigi xonalarga qaraganda ancha neobechniy narsalar o'rnatilganda bunga. Va Samsung televizorlarimiz, bu yoqda o'zining shkaflari joylashgan, hurmatli obunachilar. Va bu uyimizda sanuzelimiz ikkita. Bu spalnining o'zida mana bitta dushovoy qilingan dush bilan hojatxonamiz bor. Bunisi esa umumiy sanuzelimiz bo'ladi, hurmatli obunachilar. Ko'rishingiz mumkin, vannali hojatxonamiz va bu yoqda rakovinamiz bor, hurmatli obunachilar. Xo'p, uyimizning narxiga keladigan bo'lsak, har doimgidek opsiyaniyada yozib qoldiramiz. Bizni kuzatishda davom etinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan Muhibulom Abdrahim bo'ldi.